Assalomu alaykum rahmatulloh. Bir fikr kelib qoldi menga. Men hozirda insonlarni ikkita toifaga bo'laman. O'zimni misolni aytaman. Birinchisi vaqtini boshqara oladigan diyor bor. Ikkinchisi vaqti tomonidan boshqariladigan diyor bor. Xo'p, nima uchun o'ylayapman? Odamlar qanaqadir muvaffaqiyatli, muvaffaqiyatsiz, maqsadli, maqsadsizligi bo'lmoqchi emasman. Faqat mana shu ikkita tipga bo'lmoqchiman. Men o'ylamaymanki, odamlar agar vaqtini boshqarganida mana bunaqa boshqaradi deb. Misol uchun, men ertaga soat kechqurun 11 da kelib 12 da kelib ovqatlanaman. Yoki bo'lmasa men 4 soat Instagramda yoki bo'lmasa YouTube'da shunchaki oldimdan chiqqan narsani ko'raman. Yoki bo'lmasa vaqt men soat aytaylik 10 gacha, 11, 12 obedgacha uxlayman degan narsani agar vaqtimni boshqarganimda o'zim xohlamaydigan unaqa maqsadlarni, o'zim xohlamaydigan unaqa ishlarni qo'ymagan bo'lardim-da. Tushuntira oldimmi? Va men ko'p kuzatdim o'zimda shu narsani. Agarda vaqtim ochiq bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, men u vaqtga hech nima qo'ymagan bo'lsam, maqsad qo'ymagan bo'lsam, rejalashtirmagan bo'lsam o'sha vaqtni va u vaqtda kim sizga nimada taklif qiladigan bo'lsa, nimada so'raydigan bo'lsa, ya'ni vaqtingizni o'g'irlaydiganda, unda siz yo'q deya olmaysiz. Mana biz bilamiz-ku, biz hammaga ha deyishimiz shart emas. Ya'ni vaqtimiz biz uchun qimmatli narsa. U vaqtni o'zimizga ajratishimiz kerak, to'g'rimi? Aytmoqchi emasman, vaqtimizni doim o'zimizga ajratib, oila, do'stlardan, o'zlardan kecha olishimiz kerak demoqchi emasman. Yo'q deya olishimiz kerak demoqchiman-da. Misol uchun kunimizni rejalariga o'zimizga ishimiz bor, to'g'rimi? Ishimizga, keyin oilamizga, keyin o'zimizga deyilganda, misol jismoniy maqsadlar uchundir, ruhiy salomatligimiz uchundir, yoki bo'lmasa aqliy faoliyatimizni yanada rivojlantirish uchun o'zimizga ajratamiz. Tushuntira olaman-a? Endi vaqt rejalashtirayotgan vaqtda tasavvur qilsanglar, boyaga aytgandek, men 5-6 soatlab Instagram, YouTube ko'rib o'tiraman, oldimdan chiqqan reels ko'rib o'tiraman. Kim shunaqa, bilmadim, sog'lom odam unaqa rejalar qo'ymasa kerak, vaqtini boshqara oladigan odam. O'shaning uchun men ikkita tipga bo'laman. Vaqtini boshqara oladigan yoki vaqt tomonidan boshqarila oladigan. Siz qaysi birisini deb o'ylaysiz?